Qadrli insonim, Alloh taoloning marhamati yog'iladigan ushbu barakatli va nurafshon oy Ramazon muborak. Fazilatli bu kunlarga kimlar yetdi, kimlar yetmadi. Ilohim shu muborak kunlarda ota-onalarimizga, qavm qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilarga yaxshilik ulashish, muhtojlarga saxovatli bo'lishimizda Robbimni o'zi madadkor bo'lsin. Zero bu oyda qilingan solih amallar uchun va'da qilingan behisob ulug' mukofotlarga noil bo'lish barchamizga nasib qilsin. Alloh taolo Ramazon sharifning barakatidan barcha bemorlarga shifoi komil, barcha ehtiyojmandlarning dardiga malham qilsin. Duolarimizni ijobat qilsin. So'raganimizdan da afzalini bersin. Qadrli insonim, Ramazon muborak.